Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Wuhan virusining Sharq Turkistonga yetib berishi qattiq andish qo'zg'amoqda. Wuhan virus tarqalgan rayondan Amerikaga borgan o'quvchilar dars kirgizilmadi. Amerika Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ta'siriga qarshi turish uchun yangi elchi tayinladi. Ayol podshoh Yevropa ittifoqidan chekinib chiqish qonun loyihasini imzoladi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. 2003-cü SARS kesildən keyin dünyanın ikinci növbət sarasımı sağan və oxşaşla Xitaydan tarqalğan Wuhan virusu, yəni tacisiman öpkəyalığı virusu 2019-cu il 12-ci ayının 12-ci günündən başlap Wuhanda tarqalışqa başlagan. Dünya Sağlık Təşkilatı və başqa xalqaralıq axbaratlarda bu virusning hayvandan odamga və odamdan odamga yuqadigan bir xil ajallik yuqumli kasallik virusi ekanligi jazmlashtirilgan. Mutaxassislarning bildirishicha, bu virusdan yuqumlangandan keyin yuqumlanuvchida 2 hafta atrofida yoshirin mazgil bo'ladi ekan. Yuqumlangan dastlabki mazgillarda odatdagi zukam va yuqumli zukam bilan o'xshash alomatlar ko'riladi ekan. Kasallik og'irlashganda bo'lsa, o'pkayalig'ining kasallik alomatlari ko'riladi ekan. Bu virusning nupusi ko'p, uchurlarning oshkorligi to'van davlat bo'lgan Xitoydan. Bo'libmi chag'an mazgilidek insonlarning sayohat qilishi eng yuqori to'lqin hosil qiladigan bir mazgilda tarilishi butun yer shari xarakterlik sarosin paydo qilgan. Uning bu qadar kuchlik andish hosil qilishidagi eng muhim omil bu virusga nisbatan hozir hech qanday vaksina va dori yo'q bo'lishi. Virus keltirib chiqargan tipik bo'lmagan o'pkayalig'iga nisbatan hech qanday davolash bo'lmag'achqa bemorning o'lib ketish nisbati yuqori deb qaraladi ekan. Shu sababdan u kasallik hozir insonlar orasida alohida jiddiychilik paydo qilayotgan bir paytda 23-yanvar kuni atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik Sahiyya sog'lomlik komiteti Sharq Turkistonda Wuhan virusi bilan yuqumlangan 2 bemorni jazmlashtirganligini e'lon qildi. Jungo Uyg'urcha radio to'rining xabariga qaraganda, Sharq Turkistonda bayqalgan 2 bemorning biri Li familiyalik 47 yoshli er bo'lib, 15-yanvar kuni Wuhanga berib, 20-yanvar kuni Sharq Turkistonga qaytgandan keyin qizishga boshlagan. Mag'dursizlangan, muskillari og'rib doktorxonada davolangan. Ikkinchisi Go familiyalik bemor bo'lib, 52 yosh. Uzun mazgil Wuhanda xizmat qilgan. 19-yanvar kuni Sharq Turkistonga qaytgandan keyin kasallik alomatlari ko'rilib, doktorxonada davolangan. Uning Wuhan virusi bilan yuqumlanganligi jazmlashtirilgan. Hozir bu 2 bemor bilan quyuq aloqada bo'lgan yana 3 kishi ayirib kuzatilmoqda ekan. Hozir qadar bu xil o'limga olib boradigan kasallikni keltirib chiqargan bu ajallik yangi virusning insonlarga shaparangdan yuqqanligi taxmin qilingan bo'lsa-mu, biroq uning qanday yuqqanligi va uningdan qanday saqlangan bo'ladiganligiga oid pek ko'p ma'lumot yo'q ekan. Xitoydan tarqalib dunyoviy sarosin paydo qilayotgan Wuhan virusining yuqum ahvolini kuzatib turayotgan Uyg'urlar bu qo'rqinchli virusning o'zlari xabar olmayotgan ota-ona va urug' tuqqanlar turayotgan Sharq Turkistonga yetib borganligi haqidagi xabarlardan qattiq andish qilmoqda. Wuhan virus deb tanilgan yuqumli nafas yo'li virusi dunyoviy andish paydo qilayotgan mazgilda Virginia shtatining Fairfax nahiysasiga kelgan Xitoy o'quvchilarining dars kirgizilmaganligi ilgari surilmoqda. Xabarlar qaraganda Xitoyning Xubey o'lkasi Wuhan shahri Wuhan virus deb ataladigan yuqumli kasal tarqalgan va yuqumlanish eng og'ir bo'lgan rayonlarning biri. Xitoydan o'zaro almashtirish programmasi bo'yicha Fairfax nahiysasiga kelgan 12 yoshli 21 nafar o'quvchi Xubey o'lkasining Yichang shahridan bo'lib, ular o'tgan 48 soat ichida 5 nafar cho'ng kishining hamrohligida New York Kennedy xalqaro aerodrom orqali Amerikaga kelgan. Ularning ba'zilari Falls Chorus shahriga qarashli Longfellow o'tir maktabiga va mahalladagi oilalarga yerlashtirilgan ekan. Wuhan virusi andishi tufayli Fairfax nahiyalik ma'rif idorasi qaror chiqarib, bu bolalarni maktab programmasiga vaqtincha qatnashtirmaslikni qaror qilgan. Bu o'quvchilar programma kun tartibi bo'yicha 22-yanvardan 29-yanvargacha Longfellow o'tir maktabida darsga qatnashishga o'rlashtirilgan ekan. Asli almashtirish programmasi bo'yicha mazkur maktabdami bir qism o'quvchilarni bu yil aprelda Xubeyning Yichang shahriga avatish plan qilingan. Ammo bu planning yanada kuchga ega yoki emasligi hozircha aniq emas. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida kun sari kuchayotgan ta'siriga qarshi turish uchun 22-yanvar kuni alohida elchi tayinladi. Tashqi ishlar jurnalining bu to'g'risida e'lon qilgan maqolasiga qaraganda, Amerika hukumati toki yaqingacha Shimoliy Koreya ishlari bo'yicha alohida elchilik vazifasini o'rindab kelgan Mark Lambertni bu muhim o'ringa tayinlagan. Amerika yaqindan beri Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bir qancha iqtisodiy to'van davlatlarni kayniga silib, o'zining bir balvoq bir yo'l qurilishi va diplomatiya jihatidagi boshqa maqsadlarni amalga oshirish o'rnatganligiga yaqindan diqqat qilib kelgan bo'lib, ba'zi mutaxassislarning bildirishicha, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qaramog'idagi ba'zi muhim organlardan chekinib chiqishi Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bu gavdalarga ishkirlab kirishiga bo'shliq yaratib bergan. Yangidan tayinlangan alohida elchi Mark Lambertning Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ta'sir doirasini cheklashda duch keladigan tunji siniqi 5 va 6 mart kunlari elib beriladigan Dunyo aqliy mulk tashkilotining bosh direktorini saylab chiqishi ekan.
Xitoy hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bu muhim organni o'z qo'liga kirgizib olish uchun Wang Biningni kandidat qilib kirgizgan ekan. Angliyaning 31 yanvarda Yevropa Ittifoqidan rasmiy chekinishining qonuniy asosini tashkil qiladigan loyiha ayol podshohning tasdiqlashi bilan qonunlashib kuchga ega bo'ldi. Qonun taklif loyihasi parlamentning tuvan qanoti bo'lgan Avom palatasidan tez o'tgan bo'lib, Kengash palatasida bo'lsa ba'zi o'zgartishlar kirgizilib, Avom palatasi qaytarilgan. Bosh vazir Boris Johnson Avom palatasidagi ko'p ovozdan foydalanib, kirgizilgan o'zgartishlarni amaldan qoldirib, loyihani qaytadan Lordlar palatasiga avatgan. Angliya bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasida tuzilgan ittifoqdan chekinish kelishimi bo'yicha Angliya 2020-yil 31-dekabrgacha ittifoqning a'zosi sifatida davom qiladi. Biroq siyosiy qaror mexanizmi ichidan o'rin olmaydi. Bu o'tkinchi mazgilda taraflar keng doiralik erkin savdo kelishimi imzolash uchun muzokara o'tkazadi. Angliya o'tkinchi mazgilning muddatini uzartirishni talab qilmoqchi bo'lsa, 2020-yilning iyun oyida talab qilish kerak ekan. Boris Johnson hukumati muddatni uzartirishni talab qilmaydiganligini, kelishim tuzilsin yoki tuzilmasin, 2020-yil 31-dekabr Angliyani Yevropa Ittifoqidan butunlay chekindiradiganligini e'lon qilgan. Angliya 2016-yil tuzilgan Yevropa Ittifoqi referendumida 48% ovoz qarshi 52% ovoz bilan Yevropa Ittifoqidan chekinishni qaror qilgan. Xabarlarimizda ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.